çayxanımız bek avat. Çaycının gül çayığa silip sunduk qanavat. Marhamat. Hürmetli azizler, hoş gelipsizler çayxanımızga. Mana şu Canan çayniki, Canan piyalarga çayçı marketdagi çaylarını demlep, her qaysiңlarga yaxshi xizmatda bo'lib, sayıpqanlik qilib atqanligimizdan intayin xo'shalmiz. Kelgan qadaminglarga muborak bo'lsin. Rahmat sizlarga. Bugün çayxanamızga inimiz ixlasmı kepti. Şu inimizdeki lirik naqshlardan bir nechini anglab baqsaq. Bo'ldi. Qani marhamat. Anglaylar. Yar birle gemsiz yaşaydı, yar köpler ensiz yaşaydı. Yar birle gemsiz yaşaydı, yar köpler ensiz yaşaydı. Hepte 10 gün öydü yatmaydı, yar köpni biçardan. Hepte 10 gün öydü yatmaydı, yar köpni biçardan. Köp yar ara kılgıça cidel, bir yar bilen sen çösen. Köp yar ara kılgıça cidel, bir yar bilen sen çösen. Köp yar tutuş İğir bir kiser, yar köpni biçardan. Köp yar tutuş İğir bir kiser, yar köpni biçardan. Köp yar digen bişinga tokma, hiyalda pulumni sokma. Köp yar digen bişinga tokma, hiyalda pulumni sokma. Nadan ya ahmak, yar köpni biçardan. Bilmeyenler, nadan ya ahmak,
Yari köpni biçar denler Yari köpni derdi badenler Unundan başka yana muşu yetekçi ustazlar bakken muşu peskik jihatin mesat berdigan muşu malumlarning mı bir tushuntirishlarni bir anglab bakkan bolsak deyman adlikka qandaq? Albatta, mayli. Marhamat. Mening ündidar ham naq maydon darsini erishkinim bo'lsa, qalb tuyg'umni tepib oldim. Odamning qalb tuyg'usi chang tuzan qo'nmagan pak-pakiz holatda bo'ldi ekan. Qalb tuyg'umiz tabiiylikni yaxshi ko'rdi ekan. Biz ko'pincha vaqtlarda qalbimiz bilan ko'rmay, ko'zimiz bilan ko'rgan bo'lg'achqa, qulqimizga xo'sh yaqqanni anglagan bo'lg'achqa, tilimiz tetiganni yegan bo'lg'achqa, tabiiylikimizni yo'qotib, jismoniy ham ruhiy sog'lomlik tarafdan az bo'lmagan ziyonlarni tatib kelyapmiz. Men o'rgangan bilimlarimni ündidar ham naq maydonda, ya'ni uyimga kelganlarni yetaklash orqali ishlatib kelyapman. Men psixika ham ruhiyat bilimini o'rgangandan keyin jismoniy miyitlikning miyitlik emas, ruhiy miyitlikning haqiqiy miyitlik ekanligini bilgandan kundan boshlab men o'zimni miyib emas deb o'ylaydigan bo'ldim. Mening kelgusidagi arzu nishonim bo'lsa, birinchidan farzandlarimga yaxshi ulgu bo'lib, ularni adab axloqliq, alvatanga yaramliq avlod qilib tarbiyalab chiqish. Ikkinchidan bo'lsa, o'rganganlarimni atrofdagilarga yetkazib, ularni ruhiy tarafdan manfaatga ega qilish. So'zimni oxirida menga hayotlikdagi dag'dam yuriq yo'lni ko'rsatib bergan mehribon ustozim Gulnar muallimga chin qalbimdan minnatdorligimni bildirish bilan oxirlashtiraman. Ko'pchilikka rahmat. Salam, çay yarışçısı programımızdaki barlıq mihmanlar, ustazlar, ekran aldıdaki körülmenler. Məkit Naisi Xalq Doktorxanasından Rüşengül Abbas'ın həmmanlığa otluq salam, ali ihtiram. Gülnar malımın dersini anlığandan beri tor dünyası, yani ündidar sahəsindən nurgulluğan, çön kiçik kesellerimizge nurgulluğan, bizge muhtaç bolatqan, məsələ soravatqanlığa bizninki psixikalik ham amaliy bo'lgan ishlarimiz bilan ularga tasalli sifatida ro'yi uzuq yoki maslahatlarni bergan bo'lsak, amaliyatimizdagi turmushimiz, amaliyatimiz uchrayotgan kasallikning yuzlanishi bilan o'zining ro'yidan ep chiqib ketadigan kasalni faqat bir umr emas, şu men chuqum yaxshilanib ketmango deydigan holatni shakllantirganda, ondan kasaldan saqlaydiganligidan mushu hissiyatni ularga tushuntirish uchun men mush psixikalik o'g'inish sayfisiga kelib qolgan, mush 3 yildan beri psixikalik o'g'inish jarayonida nurg'ulg'an kasallarning eng avval ukul dori emas, bay deganimizdek, psixikasdan yulib elbetadigan holatni shakllantirishdan nurg'ulg'an, yaxshi bo'lgan natijalarni qo'lga keltirdim. 5 yildan buyon mush jongi tibobat meditsinasi bo'yicha o'z oldimga mush jongi tibobat doktorlik kasbini o'rgangandan buran tor dunyosida men o'zimningki maslahat bilan ularningki g'oyishdan chiqqan bo'lsam, amaliy xizmatim bilan kasallarning masalalarini hal qilishdan nurg'ulg'an qulayliklarga uchraganligimdan olamchimli xushal bo'ldim. Ham mushu munosabat bilan mushu çay yarışçısı programmasiga kelishgan, menga yo'l hozirlab bergan, fursat bergan yo'ldishimga, anandagi qarindoshlarimga, mushu sayfiga meni billa ip kelgan ustozim Gulnar muallimga chin dilimdan rahmatimni bildiraman. Hammalarga ko'p rahmat. Salam, mushu sahnedagi barliq ustozlar va ekran oldidagi barliq ko'rermanlar, hammalarga men Gulchiman abladan o'tliq salam, oliy ehtirom. Men mushu psixologiya kasbini tanlagandan keyin turmushimda va atrofimdagi nurg'un oilaga mehr muhabbat va illiqlik yetkazaldim. Men Gulnar muallimninki naq maydon yetaklash darslarini o'rgangandan keyin Aqsu shahrida Xushqalb psixikalik yetaklash markazi ham shundaqla mushu qum taxti o'yin orqali bolalarni yetaklash elib berib, nurg'ulg'an ota-onalarninki e'tirof qilishiga va qo'llashiga erishdim. Nurg'ulg'an bolalarni mushu sahnada naq maydon tarbiyalash orqali balalarninki mushu ota-onalarninki beshini qatirayotgan, balalardagi mushu telefon xumor bo'lib ketayotgan mushu ahvolga nisbatan intayin yaxshi bo'lgan darslarni so'zlash orqali qisqa vaqt ichida balalarni mushu telefon xumorlikdan o'zini tortadigan shunday yaxshi bir natijalarni qo'lga keltirdim. O'zimniki mushu o'rganish orqali
psixiki besimi, ya'ni shu ruhiy besim har birimiz uchrayotgan muhim masalalarning biri. Endi psixiki bilimi bo'lsa, faqat shu psixiki jihatdan masalasi ko'rilgan ham shundaqla shu psixikalik kasali bor kishilarning emas, balki shu har bir kishilarningki o'rganishga tegishlik muhim bir bilim ekanligini tunib yetdim. Men shu sahnaga chiqish fursati bergan barliq urug' tuqqan qarindoshlarimga, ota-onamga ham shundaqla yo'ldoshimga shundaq bir sahnani hozirlab o'rganish fursatini yaratib, meningki shu o'z o'rnimni etishimga yetakchilik qilgan Gulnar Ma'lumga chin yuragimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Bunda qarab baxsam shu Asiya İbrahimning naqsiga mehmonlarimiz yana to'ymagandek turdi. Asiya İbrahimning yana bir naqsini anglamdik aka. Albatta, anglaylar. Marhamat. Rahmat, mana bugun choyxona rishtimizga barliq aziz mehmonlarning mana kayfiyatlari shundoq yaxshi turadi. Mush xo'shal kayfiyatga yana bir naqsh etqim kelib ketdi. Ammo mehmonlarning hoziriga Terak Bo'ston. Voy rahmat. Salam. Çay Rızısı programımızdaki aziz ustazlar.
Körülmenler. Ben Kaşgar kızı Rukiya Yusuf'tan hem ağlağa yoruk kalbimden mehirlik salam. İnsanın kişilik hayatı özü oylugundek tüz yolda tek kadem bilen arzu armanlığı yetmek pek mi kıyın iken. Men tuğuluşumda arkaysanlarda şunçilik becirim sağlam. 9 yaşım kıça ettin ziyade bir canlılık ösmür. Marifet arasından maşinisten düşmeydiğen. Kaşkağa meyman kelse, gele sıktağını dikilmasiya okup kül tutqın çıkadığan bir ösmür eydim. 9 yaşımga kadem koygandı. Tosattım bir gecede. Sol terpim, cismayetidim, tosattım mehrum kaldı. Özüm bir mehriban, psixik sağlam ayılçoң boğalıqmış için bu riyalıqını qubul qıldım deken tenbämezlik bilen 20 əsrge yakın vaqtgacha cismani bilen köreş qılıp tirişip bir taraftan ögünüp bir taraftan kol önerlerini de ögünüp durup dövdiyat memurluqqa morlaştım. 2000 yılga kelgende yeni bel umurtqımdan mesele çıkıp karvatqa yan bir izin mehman bolup qaldım. Bu mehmandarışlıqda barmıdımı yan bir tembämezlik. Çünkü meni anam undaq tuğumudi. Hem insanlara oxşaş salamet bejirim tuğdu. Şu esim çokum kelimen go degen bilen izcil halda tirişdim, tırmaşdım. Hayatның açık qırtaq çiçimel sınaqlarını keçmişke aylandırıp bu cismaniyet cəhətlərim özümnің bunda köreş qilish demisdə taz hazırdım her. Hazırğa vaqtda men ündardan ibaret bir toğır işlens bilim buluqdan küytün ellik qalıp psixologiya yetekleş herkesinki Gulnar ustazımның dersi yoluqtum. Şunun bilen özümnің hazırgan royitimni güçlendirip cismaniyetten özüm bunda köreş qılıp g'alaba qilishim mümkün emaskin. Terimdiki acizlikqa özüm bardosh beremigan avaz uçqap yan oynumdan dest tutdim. Bunu diyekek mening nişanım. Eng ahir minutlargacha ögüniş, ögengenlerin etrafı yetkizish. Bütün vücudum bilen cismani jihatdagi kamtikligimni ruhiy jihatdan to'liqlab etrafimdagilarga bir nur berish. Hammanglarga rahmat charchitib qo'ydim. O'sha ataydan kelgan bizningki fazilat singlimiz yana bizga shu xalq naqshlaridan o'sha unutilib ketadigan naqshlar yoki bo'lmasa o'sha o'zi xohlaydigan ashularninki esil bir yerlik naqshlardan yana birini aytib bersa deyman. Qani anglaylar. Hasret tatip yığlay mene ütep
akacan canıma. Seni izletmem keldim akacan canıma. Kelmediysen men kitey her cayga yarıya. Kelmediysen men kitey her cayga yarıya. Atlar bilen taylar bilen şirin can canıma. Atlar bilen taylar bilen şirin can canıma. Oğulları kızlar yaşlar bilen her cayda yarıya. Oğulları kızlar yaşlar bilen her cayda yarıya. Oğulları kızlar yaşlar bilen her cayda yarıya. Naq maydondagi aziz mehmonlar, ekran oldidagi hurmatli ko'rurmanlar, shu topda huzuringlarda bo'lib atqani E'tibor Tor savdo shaharchisi bilan Eren savdo cheklik shirkati alayda qo'llagan Janan Pan texnik cheklik shirkati alayda talab qilgan energiya choy rishtasi programmasi. Har qaysi joydan kelgan bizning psixik ustozlarimiz, muallimlarimiz nayt yaxshi mazmunda gaplarni qiladi. To'g'ri. Anglagandan keyin bizmi bayatın əbəyilən üçün qarşı müqatımız hem de hakikaten bayatın malımlar degen sanatçının ki qandaq yaşaş dünyada önünlük başqalar bilən taşqı qiyafəti də bulağamda heç qadar bulada heç qadar məsəl görülməydi ötəb qarağanların içidəmin nisbət köpüyüb bir turmuş bolğan, hayatlıq bolğanlıq ümitsizlik ki şunundan qaraganda bu hazır bu bayatın ustazlar davatqan xamışlıq kişiler tez evcavatqan bir kişilerden birisi. Elbette şundaq, hem de hazır turmuşda hemmimiz çarçayımız. Kıyınçılık uçurayımız, avarçılık uçurayımız. Endi biz muşundaq çağda biz bu meseleye qandaq yüzlünümüz, qandaq taqabül turumuz, qandaq hal qilimiz. Elbette hamma insonlar bu meselege o'xshash taqabül turadigan qurbati, bilim seviyesi qurilmasi o'xshamaydi. O'xshamaydi, hammasidan o'xshash emas. Bu vaqtda ham qandaq masala kelib chiqadi degan chog'da psixikalik masalaga duch kelamiz. Ham bu masala sodir bo'ladi. Qandaq qilamiz buni degan. Endi burun anchamiz biz yo'liqimiz saat bishimiz kun tushgan chog'da batırlıqla yaşa, kaysar yaşa deb qo'ydi. Burun tat bor gaplar biz kichik vaqtimizda. Psixika degan gapdan anglamaganlar, anglab baqan gaplar. Biz keyin shu bilimga ega bo'lgandan keyin asli bu psixikalik o'zimizda tamponlashtirish. To'g'ri. Da endi qo'plarniki bu bir o'zingni bisvab yaxshisan bo'larmikin degan gapgancha bu. Shundaqmi? Shundan qaragan chog'da endi biz shu bu psixikalik davalash yakimiz bu bilimlar degan bizga pek munosabatsiz meni degan ko'z qarashdan qat'iy bugundan boshlab bizni qo'shilishib, bundan keyingi baxtli turmushlarning o'zimizga yor bo'lishi uchun tirsak bo'ldik ekan. To'g'ri. Bayatdan Gulnar ma'lum boshliq har qaysi joylardan kelgan ustozlar intayin yaxshi shu psixik jihatdagi bizga bilimlarni berdi. Bizning hayotlikqa bo'lgan ishonchimiz to'lib ochdi. Jamiyat qancha tez taraqqiy qilgan sari odamning bisim ortib ketib bordi. Chunki bu taraqqiy deganning o'ddisini chiqadigan narsa bu. Bu taraqqiyot degan gap nihoyatda bir yuqori fan texnika bu. Hayotlikda shunday narsa. Buni endi shunday tez taraqqiy qilayotgan dunyoda yashash uchun odamga bilim qurilma lozimchi. Adamdan bilim qurilmasi buna yetişemeyen için bisim artıp gidiyor. Bisim his qilamiz. Endi bisim bo'lgandikilar, xuddi biz tumanliq kechalada ya tumanliq kunlarda 5 metr yoki 10 metr oldimizga narsani ko'rmagandek, hayotga bo'lgan ishonchimiz yo'qolib ketgandan keyin dadil mang'olmaymiz. Bir gap yetilab mang'masa, mang'olmaymiz. O'zining kelgüsüge bağa işense mutlak yok. Boğusu mu xunuk. Nem qilishini bilemeydi. Özü işenmeydi.
Özüge işenmesek en çok keselçi. Özüge işenmege adam başkalar kanda işençi ata kıla alaydı. Özüge işenmege adam kandak turmuşta birisi bilen hamkarlaşıp turmuş kura alaydı. Özüge işenmege adam kandak farzand terbiyelaydı. Özüge işenmege adam kandaksıga bir muvaffakiyat kazanıp hizmet kıla alaydı. Manda aytkanda özüge işenmege adam insandaki kılçılık paydası yok. Çünkü işenç degan mundaq aytkanda xuddi nonniki ximitur chiqolsa insonlarning eng bayatdan Gulnar ma'lum degandek qalbchi bu. İşençden qalb. Başta o'zingizni yo'rita olganda cho'qim atrofni yo'rita olasiz. Dunyoda hech qanday olim bir narsani kashf qilmagan ekanda, faqat bayqagan deydi. Ben bunu anlap hata yaptı bu alemde. Alimden gibi hata da bir şey göreceğim ben 8-10 yıl önce. Oylap baksam demişim barlık biz işletetken bütün ayrılan poyezdin tat, maşından tat, işletin gilem, eynek, ben vakit kivatkan, yeydiğen, içtiğen oylap baksam hiç karşı hemisi bakken çünkü şu yarışardı bana esken bu. Fakat alim özünün kurbetiga, özünün bilim kurumsuga tayinib onu bayqaydı iken. Başkalardan bayqashning o'zi o bir ijod. Endi bu psixik deganimi hech kim ijod qilgan narsa emas. Marsdan tushgan narsa emas. Bu insonning o'zi bor narsa. Ama shuni yo'qitib qo'ygan narsa. Bu psixiklikda xuddi ishga ajralmas tampingligi buzilib ketganga o'xshash, xuddi biz o'ynayotgan kompyuterning sistemasida masala chiqqanga o'xshash, odamning turmushida, odamning tafakkurida, odamning o'ziga bo'lgan hayotligidagi sistem buzilib ketganga gapchi. Endi hozir nurg'ulg'an kasallar doktorxona berib olamiz. Azroq ish o'z doktorxona berib olamiz. Biz hozir davlatimizning hozir siyosatimiz intayin yaxshilanadi. Naytlik turmushimiz tez taraqqiy qilyapti. Turmushimiz tez taraqqiy qilgan sari bizdagi masala ko'p ko'rilyapti. Masalan, doktorxonalarga borsak, biz xeyli qiziydigan bir bozorlarda unda jiq odam yo'q. Hammasi doktorxonada. Zukam bosim bitib oldi, o bosim qilib oldi, okullar oldi. Hozir ham biz davlatimizda meditsinada bunda nurg'ulg'an okullardan kanshing sulan olmaydi hozir. Chunki odam badaniga ziyonli. Hozir nurg'un odamlar zukam bo'lsa, qalin kiyimni kiyib yuguraydigan bo'ldi. Sanalar tushib, ter chiqarib, davolash, turmushdagi afzallikdan foydalanib, o'ziniki qurbatidan foydalanib, o'zini zaharlamagan ahvol ostida jismani tantarbiya orqali o'zini davolaydiganga yuzlanyapti. Endi biz nurg'ulg'an masalan biz shaxsan men qirliq stakanni ishlagan. Qirliq stakanda nero ajrashgandan keyin doktorxona bardan ko'rinishlarimiz bor. Biz Aqsuda olsun, Urumchi olsun, nurg'ulg'an shunda doktorxonalarga borgan. Men yatqanman, haftadak o'yadim. Meniki tixoy deymiz bunu meniki o'zimning his qilishim boshqalarnikini cho'nqir deb o'ylayman. Men shular bilan yotgan qo'pqan. Endi u yerda haqiqatan eg'irlab ketganda bardiga yamdi. Hozir yaqinda mening bir yaqin tanishimni men shu 4-doktorxonaga apadim. Endi bizning Jingshinbing yangwa bamda 4-doktorxona asosan. Borgandan keyin 3 kun berib uda bilet alamadım. Davalanish karşısı alamadım. Bu adamның jıqliqidan bu nimda bu oddiy bir psixik bir doktor var ekan, shuningdan bir 4 eg'iz gapdan anglaydiganga 3 kun berib biz bilet alamadik. Bu odam bek ko'p. Turib meni xiyolga soldi. Bu nimda jiq odam bu? Dedim, ameliyatda ular hech qas qarsangiz kasal emas, ba'zilar mashina haydab kelganlar bor. Şu chiroyli qism kelgan tashqi qiyofatdan hech qanday ko'rib olmaydi. Ammo ularning har ko'zining hech qasining ko'zida nur yo'q-da. Bularda bir xil ümidsizlik bir xil kayfiyat. Lekin men shu janjaniki, shu olimninki ko'rdigan o'yinida qasdan turib baqdim. Chunki men san'atchi, mening kasbimmi, sening kasbingga azroq yiqilishidichi. Men bir odamni bir 15 minut paranglashgan ekan, asosiyatni shu odam do'rab chiqa olmaymiz. Doğrayalım. Çünkü anı igelişim gerek işki dünyasında. Ben zaten turib baktım. Hammadan şunda bir ciddilik bir koyma bu adamlar deylik. Sıkılış. Aşağıya kirdi.
bir 20 minut mu, yarım saat paranlaşıdı ekan, ondan jiq paranlaşanmaydı ekan o janjal. Chiqib ketgan kayfiyat shunday yaxshilik qildi. Bir narsani uqib, onunda bir xil umid, ishonch paydo bo'lgandek bir kayfiyat chiqyapti. Dedim. Endi biz xuddi bayatın degandek biz zukamni Kangshung usul davolaydigan, Qingmi usul davolaydigan anaqa emas. Buningdan keyin biz bu bo'yliqi psixik jihatga bizniki bisimimiz ortib ketib qolgan mushaq davrda o'zimizning ichki dunyosida qalamqachilik bo'lsa, buni doğru zo'lamay bayatdan bir misal bir ma'lum dedi, doğruniki setilish, mishning doğru setilish nisbati nayt yuqori deb. Bu doğru amanilikqa Chiyo Samfin degan gap bor. Bu hamini bizga ta'sir etkizdi. Biz ko'proq holda psixik yetakchisi bilan biz maqsad bo'ladi. Bundaqa aytganda psixik yetakchisi biz poyezdning motori. Bizni yetaklab mang'alaydi. Bizning ish bilmagan narsa bu oyoqdan bug'cha emas. İnişib turib yeshib yetadigan. Buni nurg'unlagan asta liji bo'lgan bu tugunni shu ma'lumlarniki yetakchisi bilan yeshimiz biz buni. Yaşken çağda o adamdan keyfiyatı, o adamdan turmuş boğan ümidi, kelgisi boğan işense tolup mu aşıdı? Emeliyatta muşundaklı bir ufkum neyse, deyip qarayman. Endi hazır devletimiz muşda psixik alimlerini köp terbiyelatıdı. Çünkü bizimki cüngana adam köp, bizimki davanlısı, soğurtimiz devlet kötürvatıdı. Şunun mu devletki bizim ekyavatımız biz. Biz hech qanday iki kişinin bir so'zli doktorga borib yetib oladigan, nurg'ulgan pullar doğru aladigan, biz vatanni suydikanmiz, partiya hukumatini suydikanmiz, biz o'zimizga tayinib, o'zimizning aqliga tayinib, biz bu yukni yengillataylik. Biz azroq ish qilsak hozir 500 ko'k dori olsak hech qanchalik kelmaydi hozir. Bir doktorga desak necha 10 ming ko'k ketadi. Biz ondaq chiqimni azaytib, biz mushunaq sizlardak ustozlarni biz o'zimizga ma'lum qilib, mayli anamız olsun, mayli özümüz olsun, mayli ayalımız olsun, mayli ballarımız olsun, xuddi sizlar ko'rsatkichda ular bilan sirdosh olaydigan, bir-birimizni tushunalaydigan, bir-birimizga yo'l qo'ya oladigan holatda yashaydigan mundaq bir sharoitni hozirlasak bo'ladi. Albatta ota-ona degan o 20 yil 30 ning oldidagi davrda yashaymiz. Hozirgi tug'ilgan bolalarimiz hozirgi davrda yashaydi. Endi oldingi davr bilan keyingi davrni ulashishni faqat bu yerda psixik ufqunda paydo bo'lish kerakchi. Manda aytganda psixika bo'ldi. Zag'irtilni tarjima qilsak, oltin ko'rik desak bo'lardi buni. Şuna mening deydiganim sizlardek ustozlar texmi ko'paysa, bizning ishimizga masala texmi azaysa, psixik jihatda o'ziga bisim qilib olgan, o'zining ichiga tuguni chigib olgan bir odam qo'lini tiqib yeshamaydigan narsani sizlarning oliy ma'lumotinglar orqali yeshib, bundan keyin turmuşqa, hayatqa kelajak bo'lgan umidi texim assa bizning turmushimiz texim go'zal bo'ladi deyman. Rahmat sizlarga. Hörmətli aziz mehmonlarımız ekran aldığında görünmələr. Kelər həftədəki çayımızğa daxil buluşunu unutub qalmang. Xeyr xoş.